Bilmadim nimagadir fazodan shunaqa chiroyli uylan qo'ysak, birpasda sotilib ketib qolaveradi. Fazo restoranining yonidan kirganingizda o'ngdan 3-ko'cha, yo'l yuziga atiga 150-200 metr yaqinida joylashgan mana shu 2 qavatli chiroyli mana mahallani ko'rki bo'lib turgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hovlimiz asfalt ko'chali, kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi mavjud. To'y qilishga ham tayyor holatda, juda ham ko'p xonalarga ega. Oldi огородlarga ham, oldi ta'mirlarga ham bitta baho berib qo'yasiz. 4 sotuvli ushbu hovlimiz darvozaxonasiga 2 ta avtomashina bemalol sig'adi. Mana bunaqasiga yana ko'p avtomashina sig'dirishingiz ham mumkin. Hovlimiz juda ham chiroyli. Videoni boshidayoq bitta yurachini qizartirib qo'ying. Hovlimizni hozir to'liq xonalarni ham sizga ko'rsatib o'taman. Demak, mana bu yerga kiramiz. Bu yerda oshxonamiz to'liqligicha bitovoy texnika hamda jihozlar qoldirib ketiladi. Mana shunday holatda uning yonida kichkinagina kotelli xonamiz bor va oshxonamiz yonida bitta ovqatlanadigan xonaga joy mo'ljallashgan. Undan keyingi ko'radigan xonamiz esa birinchi qavatimizning mehmonxonasi. Bu mehmonxonamizning eng katta pluslaridan biri alohida o'zini sanuzeli ham mavjud. Buni xohlasangiz ota-onalar uchun yotoqxona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Hovlimizda navbatdagi xonalarga o'tishdan oldin bitta ahamiyat berib qo'yasiz. 4 sotuvli ushbu hovlimizda hamma xonalar to'liqligicha topli pol bo'lgan ekan. Mana bu yerda demak bu tomon qismimiz kladovka uchun mo'ljallangan, 2 tonnali suv yomkasi ham joylashtirishgan. Kladovkamizning ro'parasida esa bolalar uchun mo'ljallangan bitta xonamiz bor. O'g'il bolalar uchun mo'ljallangan ekan. Hamda hovlimizning eng chekka qismida yana bir sanuzolimiz joylashtirilgan. Hovlimizda yana bitta menga yoqqan tomoni dekorativniy favvoralari ham bor o'zini. Kamiga yozgi oshxonani ham mo'ljallab, juda ham chiroyli planirovkada qurishgan ekan. Endi ikkinchi etajdagi xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Umumiy 10 xona uyi 5 ta sanuzoli bo'lgan ushbu hovlimizni ikkinchi qavat qismida oilaviy o'tirish uchun mo'ljallangan alohida tapchanli qismi ham bor. Kattaligini qarang. Agar to'y qiladigan bo'lsangiz ham ko'rpachalarni yozib, ancha odam yo stol qo'yib ham sig'dirsangiz bo'ladi. Darvozaxonamiz tepasida ham bitta uzun kattagina xonamiz bor ekan. Ichida o'zi nasr bo'lgani uchun ko'rsatmadik. Bu yerda ham bir kishi bemalol bitta bolalar uchun yotoqxona qilib foydalanish mumkin. Mana bu yerda esa bitta koridor orqali kiramiz. Bir tomonimiz spalniya ichida sanuzol bilan planirovka qilingan bo'lsa, undan keyin bitta detskiy xonamiz ham bor. Uyimizning spalniyalarini ko'rsatmadik. Sotib oladigan inson o'zi kelib ko'rishi mumkin. Mana bu zinalarni ham juda chiroyli qilib did bilan mo'ljallab ta'mirlashgan ekan. Keyingi ko'radigan xonamiz ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan zal. Zalimiz ham juda chiroyli ta'mirlangan, ko'rib turganingizdek, bu zalimizda ham o'zini sanuzoli bor. Mehmon kelsa, mabodo yotib qoladigan bo'lsa, tashqariga chiqib o'tirmas ekan, shu xonaning o'zida bemalol yashashi mumkin. Mehmonxonamiz yonida 2 xona uyimiz bor ekan, uy dahliz ko'rinishida. Bu tomonimiz spalniya bo'ladigan bo'lsa, mana bolalar uchun yotoqxona hamda bu uyimizda ham o'zini sanuzoli mavjud. Ushbu hovlimizning hujjatlardan umuman muammo yo'q, notariusga tayyor holatda ekan. Hamma birinchi qavat bilan ikkinchi qavatning o'rtasiga ham to'liq plita bosilgan. Ushbu hovlimizning narxi 175 ming dollar, yana kami bor, kelishingiz mumkin. Egalarning telefon nomerini videoni pastda qoldiraman, bog'lanib mana shu chiroyli hovlini egasi bo'lsangiz bo'ladi.